Jahon chempionati guruh bosqichi 3-tur o'yinlari yakunlanib boryapti. E guruhida peshqadam Germaniya so'nggi turga kelib, Ekvadorga 1-2 hisobida yutqazdi. Biroq bu nemislarga guruhda birinchi o'rinni qo'lga kiritishga xalal bermadi. Ekvador esa bu g'alaba bilan o'zini eng yaxshi 8 3-o'rin egalari orasida bo'lishini va play-offga chiqishini ta'minladi. Guruhning ikkinchi o'yinida Cote d'Ivoire turnir debyutanti Kurasauni 2-0 hisobida taslim etdi va ikkinchi o'rin bilan play-offga chiqdi. F guruhida peshqadam Niderlandiya Tunisni 3-1 hisobida yutib, 7 ochko bilan keyingi bosqichga yo'l oldi. Yaponiya esa Shvetsiya bilan durang o'ynab, guruhda ikkinchi bo'ldi. Shvedlar ham 4 ochko bilan play-off ishtirokchisiga aylandi. D guruhida turnirni muddatidan avval tark etishi ma'lum bo'lib ulgurgan Turkiya oxirgi o'yinda AQShni so'nggi soniyalardagi gol evaziga mag'lub etdi. Avstraliya va Paragvay golsiz durangga rozi bo'lib, mos ravishda 2 va 3-o'rinni olib, keyingi bosqichga chiqishdi. 16 dan 1 finalda hozirgacha bir necha juftliklar aniq bo'lib ulgurgan. Xususan, Janubiy Afrika Respublikasi va Kanada o'zaro o'ynasa, Braziliya Yaponiya juftligi ham hosil bo'lgan. Niderlandiya esa Marokash bilan to'qnash keladi. Mezbon AQShning bu bosqichdagi raqibi esa Bosniya va Hersegovina. Toshkent vaqti bilan 27-iyunga o'tar kechasi va tongda H, G va L guruhlarida ham 3-tur o'yinlari o'tkaziladi.